Salut akalar va opalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Fezot Life kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, akalar va opalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda OBS dasturiga donatlarni o'rnatish va stream haqida biroz ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni kichkina bir darslikcha desa ham bo'ladi. Diqqat va e'tibor bilan oxirigacha eshitinglar akalar. Sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Diqqat bilan eshitinglar akalar. Xullas, sizlar stream sohasiga kirib kelmoqchi bo'lsanglar yoki kirib kelgan bo'lsanglar, endi mana shu sohada gullab yashnamoqchi bo'lsanglar, birinchi navbatda maslahatim sizlarga sonlarga e'tibor bermaydi. Sonlarga deganda общий hamma narsaga. Obunachi, prosmotr, stream paytida live ko'rayotgan odamlar mana shu narsalarni nazarda tutyapman-da. Agar YouTube'da stream qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi navbatda YouTube stream servis emas. Bu video hosting. Bu yerda videolar ko'tariladi. Videolar orqali kanallar ko'tariladi. Stream orqali emas. Ya'ni sizni kanalingizda 50 ta odam bor, bu degani men hozir stream qilib o'tiraman, yana 50 ta odam qo'shiladi degan unaqa narsa emas. Bu yerda unaqa ishlamaydi. Bu yerda umuman boshqacha. Shuning uchun iloji boricha YouTube'da ishlamoqchimisizlar, videolarni ko'paytiringlar. Birinchi navbatda videolar orqali kanal ko'tariladi, stream orqali emas. Shu esingizdan chiqmasin. Keyin videolarni sifatli tarzda ishlashga harakat qiling va har bitta narsasiga e'tibor bering. Videoni ustidagi rasm, videoni nomi, videoni tagidagi описание, nimalar yozilgan, video haqida to'liq ma'lumot. Xullas, sizlarga qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, akalar, mana masalan, bu meni kanalim. To'g'rimi? Men kanalim qanaqa yozilgan? Videolarning nomlari, videoni ustidagi rasmlar, odamni emotsiya, ya'ni o'zidan emotsiya paydo qilish kerak-da, tushunyapsizlarmi? Shu darajada qilinglar, sifat oliy darajadan ham oliy bo'lsin. Iloji boricha. To'g'ri, oranglarda rasm ishlab, preview ishlashni bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Qiyin emas yoki kompyuterim yo'q aka deyishlari mumkin. Hamma narsa YouTube'da bor. Masalan, telefonda preview yasash, mana bosasizlar, tiqilib yotibdi videolar akalar, tayyor hamma narsa. Muammo yo'q. Hamma narsani YouTube'da o'rganishinglar mumkin. Faqat bu hammasi o'zingizlarga bog'liq akalar. Shu esingizlardan chiqmasin. Keyin yana bir gap. Akalar, iloji boricha boya aytdim-ku, sonlarga e'tibor bermanglar deb aytdim. Nimaga unaqa dedim? Hozir tushuntirib o'taman sizlarga. Sonlar odamni orqaga tortadigan narsa. Masalan, u har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir kun zo'r bo'lishi mumkin, bir kun past bo'lishi mumkin. Ya'ni siz qo'shgan video, bitta videoyingiz odamlar yaxshi ko'rmasligi mumkin. Masalan, 10 ta, 15 ta, 20 ta, 30 ta, 100 ta, 1000 ta prosmotr bo'lishi mumkin. Sizni kutganingizdek bo'lmasligi mumkin. Bu degani bu yomon degani emas. Bu YouTube'da shunaqa. Ana Instagram degan axlatxona bor, bilasizlar? U yerda itni ham, bitni ham tepaga otaveradi. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda haqiqatdan sifatli, konkretni ishlash kerak. O'shaning uchun men YouTube'ni yaxshi ko'raman. Hozir sizlarga misol tariqasida aytaman. E'tibor beringlar. Bu Kuplinov Play kanali. Dmitriy Kuplinov ismli bloger, let's playщик, youtuber, streamer inson. Bu insonni men ustoz tariqasida tan oladigan inson bu. Gap bo'lishi mumkinmi? Ideal darajadagi streamer deb, bloger, let's playщик deb ayta olaman. E'tibor beringlar. Kanalida obunachilar soni 17 millionni tashkil etadi. 17 million. Xo'p, endi sal pastroqqa tushamiz. Videolariga e'tibor beramiz. 354 ming, 270 ming 2 kun oldin joylangan, 195 ming, 159 ming. Voy, qanaqa qilib 17 million podpisчиги bor, lekin prosmotrlari kam. Voy, bu odam to'kilibdi-ku, sinibdi-ku, yana bir balo qilibdi-ku. Unaqa emas. Akalar, sizlarga qaysi ongi pas qanaqa ma'lumot bergan bilmayman, lekin u sizlar biladigan ma'lumot bu noto'g'ri.
YouTube'da hamma o'zini vaqtiga qarab kiradi. Masalan, kimnidir vaqti bo'lishi mumkin, bo'lgan payti kirib ko'radi. Ko'pchilik ko'plab kanallarga obuna bo'lib tashlaydi. Shularning orasida оповещение chiqishi, ya'ni sizning kanalingizdan video chiqqanligini ularga bildiruvchi narsa yetib bormasligi mumkin. Bu yomon degani emas, bu normal holat. YouTube uchun normal holat. Mana shu dunyoqarash, mana shu fikrlashni o'zgartirish kerak-da. Men ko'p e'tibor beraman, stream paytida bolalar kirib keladi, aktiv deyman, jahlim chiqib ketadi-da shunaqa payt. Aktiv fatkul nima deyapsan? Ongi pas, aktiv nima haqida gapiryapsan? Degim keladi, lekin deya olmaysiz akalar. Masaka. U normal holat. Tushunyapsizlarmi? E'tibor bermanglar, sonlarga qaramanglar. Mana bu sonlar orqaga tortadi sizlarni. Tushunyapsizlarmi? Ko'pchilik ayrimlar aytishi mumkin, sonlarga qarab motivatsiya olaman. Ya'ni mana masalan 78 ming bo'ldi, men bu videom 100 ming bo'lishi kerak, keyingisini 100 ming qilaman. Unaqa emas. Bu yerda u narsa ishlamaydi. Shuni unutmanglar, iltimos akalar. Mana bu fikrlashni o'zgartiringlar, YouTube haqida fikrlashni o'zgartiringlar. Tushunyapsizlarmi? Sizlarning kanalingizda 10 million obunachi bo'lsa, har bitta videoyingizda 10 million prosmotr bo'lishi kerak degani emas. Shu narsani unutmanglar. Jon akalar, iltimos sizlardan. Tushunyapsizlarmi? Keyin har xil ongi pastlarni gapiga quloq solmanglar. Aktiv deydigan miyasizlar, ular ham bilmayman qaysidir miyasizdan o'rgangan bo'lishi mumkin. 6 yillik anom bor, opitim bor. Men gaming sohasini aytyapman. O'shanga tayanib gapiryapman. Qaramanglar sonlarga. Prosta sifatli, konkretni narsalarni chiqaringlar videolarni. Sekin kanal o'sishni boshlayveradi. Asosiysi harakat o'zingizlarda bo'lishi kerak. Sonlarga qaramanglar. Esla qolinglar shu gapni. Ha, akalar. Ashunaqa. Keyin xullas akalar gapiraman desam gap ko'p. Men tez orada darslik qilmoqchiman. Darslikda ko'p odamga sotmayman. 3 ta odamga sotiladi bu konkretni, sotiladigan darslik bo'ladi. 3 ta odam olaman o'zi. O'sha 3 ta odam bilan individual tarzda, ya'ni har bittasi bilan отдельный ishlayman. Xudo xolasa shunaqa niyatim bor, qachonligini bilmayman, lekin qilaman xudo xolasa akalar. Ashunaqa. Bu boshlanish edi. Hozir xudo xolasa OBS da donatlarni qo'shishni sizlarga tushuntirib o'taman akalar. Ashunaqa. Tak, akalar. Qanday? Salomat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yana bir bor qaranglar, diqqat bilan qaranglar. Bu OBS dasturimiz. Mana shu OBS dasturimiz. Bu yerga donatlarni qo'shishimiz uchun bizga birinchi navbatda Donat Pay sayti kerak bo'ladi. Donat Pay saytida rubl donatlarni asosan Rossiya va SNG davlatlaridan keladigan summalarni mana shu saytdan qabul qilib olishingiz mumkin. Donation alert ham bor, lekin o'tda salgina menga yoqmaydigan taraflari, komissiyonnilari biroz kattaroq. Iloji boricha o'shaning uchun Donat Pay ishlatinglar deb maslahat bergan bo'lardim akalar. Joninglar sog' bo'lsin. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganinglardan so'ng yuqorida YT degan knopka bor. Ustiga bosasizlar va o'zingizlarga kerakli ijtimoiy tarmoq orqali kirasizlar. Masalan, sizlar YouTube ga qo'shmoqchimisizlar donatni? Mana YouTube ni tanlaysizlar bu yerda va o'zingizlarga kerakli akkauntni belgilaysizlar. Mana masalan birinchi akkauntim. Xo'p, bosamiz va kirib olamiz. E'tibor beringlar. Ana undan keyin chap tarafda widget degan joyi bo'ladi. Widget ga o'tasizlar va bu yerda har xil bo'limlar bor. Оповещение degan bo'limga o'tamiz. Bizga asosiy kerakli joyi shu. Va qaranglar, bu yerda har xil joylar chiqadi. Bizga kerakli narsa добавить bosamiz va bu yerda donatingizni summasini yozishinglar mumkin. Masalan, men shunaqa deb qilib qo'yganman, yozib qo'yganman. Birinchi donat desanglar ham bo'ladi masalan. Birinchi donat. Mana bu joyga esa summa yoziladi. Minimal summa, qanchadan boshlanishi. Buni qanchadan boshlashini o'zingizlar yozishinglar mumkin. Menda minimal summa 25 rubl. Sizlar masalan 10 rubl qilib qo'yishinglar mumkin. Masalan qo'yib yozishinglar mumkin bo'ladi. Fiksiruyni summani net qilib qo'yasizlar
va mana bu joyda redaktirovat degan joyga o'tasizlar. Redaktirovat degan joyga o'tganingizdan keyin bu yerda donatni o'zingizga moslab nastroyka qilib olishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni sozlab olishinglar kerak bo'ladi. E'tibor beringlar. Men bu narsani ko'pchilik yo'qota olmay, esidan chiqib ketishi mumkin. Buni yo'qotish uchun men rasmni izobrazeniyaga o'tasizlar va bu yerda bez kartinka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'zingizlarni gifinglarni qo'yishinglar ham mumkin akalar. Bez kartinka qilib qo'yib saqlanib qilsanglar ham bo'ladi. Stili teksti degan joyga o'tsanglar, bu yerda mana razmerlarini belgilashinglar mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu donat qiluvchi odamni ismi yoziladigan joy. Mana razmerlarini ham mana shu joydan yozasizlar, belgilaysizlar. Razmer teni teksti deydi. Bu tagidagi soyasini rangi bo'ladi akalar. Bu yerdan hammasini belgilashinglar mumkin. Animatsiyalarni mana qanaqa sakrab turadigan qilsa bo'ladi mana qilib. Xullas o'zingizni ko'nglingizdagi narsani mana shu joyni o'zidan chiqarishinglar mumkin. Mana ranglarini ham belgilab qo'yasizlar. Bu yerda сообщениyaniki, mana bu pastidan chiqadigan xabarniki. Buni ham rangini mana shu joydan sozlab olasizlar, mana ko'ryapsizlar. Shriftlarini ham yozsa bo'ladi. Undan tashqari mana animatsiyalarni ham mana shu joydan belgilab olishinglar mumkin bo'ladi akalar, mana ko'ryapsizlar. Keyin saqlanib tugmasini bosasizlar. Bosganingizdan keyin boyagi boshidagi joyga kirib, mana bu joydan skopировать widget degan knopka bor, mana ko'ryapsizlar. Bitta bosasizlar, uni ko'chirib oladi. Keyin buni OBS ga plus bosasizlar va yuqorida browser degan joyi bor. Bosib turib, donatcha deysizlarmi? Okey bosasizlar va bo'sh yo'lakka yozasizlar mana shu. Boyagi kopiya qilganda tirs qilamiz. Voy opasi jilli. Nega olmadi buni? Tak 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 tak. Birinchi donat. Добавить текст, скопировать видео. Bu ko'paytirib yuborar ekan, opasi jilli. To'xtanglar, uzr, ming bor uzr. Mana buni o'chiramiz, tirs qilamiz. Endi akalar uzr so'rayman. Men bir marta nastroyga qo'yaman, keyin qolgani ketdi-da, o'zi avtomatik ketadi. Xo'p, buni ham o'chiramiz. Mana bu joyda ekan mana. Ссылка на widget ko'ryapsizlar. Buni ko'chirib olamiz va yuqoridagi bo'sh yo'lakka yozamiz. Okey bosamiz. Mana chiqdi. Mana shu yerda chiqadigan bo'ladi. Mana akalar. Xuddi mashaka chiqadigan bo'ladi. Ovozlarini, musiqalarini akalar o'zingizlar nastroyka qilishinglar mumkin bo'ladi. Voy! Bu oldingi donatlarni ham chiqaryapti bu. Mashaka akalar. Xuddi mana shu joydan nastroyka qilishinglar mumkin bo'ladi. Mashaka. Bu Donat Pay edi. Endi qaranglar, asosiy narsalardan biri saytdan pul chiqarib olish. Ishlagan pulingizni, yig'ilgan pullar yuqorida ko'rsatilgan bo'ladi. Mana 1285 rubl bor ekan bizda. Buni chiqarib olishingiz uchun выплаты bo'limiga o'tasiz va bu yerda avtomatlashtirilgan выплата ham bor. Ya'ni ma'lum bir summaga yetganda o'zi avtomatik chiqaradigan qilsanglar bo'ladi. Lekin bu men uchun noqulay. Shuning uchun men rusnoy qo'lda qilib qo'yganman. Zayavkani ham qo'lda beraman. Mana e'tibor beringlar. TRS20 bu kriptovalyutada chiqaradigan nimasi. FK Wallet va Visa Mastercard mirlar ham bor akalar. Kimga qanaqasi qulay bo'lsa, o'ziga qulayini tanlab bu yerdan вывести tugmasini bosib chiqarib olishi mumkin bo'ladi. Faqat chiqarib olish minimal summa 3000 rublni tashkil etadi akalar. Mana shu joydan sozlab chiqarib olishinglar mumkin bo'ladi. Menga yoqadigan tarafi bu saytda bunda USDT mavjud, ya'ni kriptovalyutada chiqarib olishinglar mumkin bo'ladi akalar. Ashnaka. Bu Donat Pay, ya'ni rubl donatlarini sozlash joyi edi akalar. Xo'p, endi asosiy donat, ya'ni so'm donatlarini o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun donat.uz saytiga kiramiz yoki video ostida bo'ladi ссылка va pastda ro'yxatdan o'tish degan joyi bor. E'tibor beringlar. O'shanga kirasizlar va bu yerda polni hammasini to'ldirasizlar. Ismingiz,
foydalanuvchi nomi, kanalingizni nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Kanal nomini yana bu yerda yana bir marta yozamiz. Kanalingizni havolasi, ya'ni silkasi, manzili yoziladi. Pastga elektron pochtangiz manzili. Mana bu joyga esa kanalingiz haqida. Ya'ni kanal nima haqida? Men ushbu kanalda video o'yinlar o'ynab, streamlar qilaman. Tipa shunga o'xshash gaplarni yoziladi. Pastga kanalingiz avatari va avatar degani rasmchasi akalar. Pastga parol va takroran parol yozib, belgini qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar va login parolingizni yozib, kirish tugmasini bosib, o'z profilingizga kirasizlar akalar. E'tibor beringlar, bu iDonat saytining interfeysi edi. Bu joyda qaysi kuni qancha donat kelgani to'liq yozilgan bo'ladi akalar. Men bu joyga mana 26-aprel kuni e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana 130 ming donat kelgan. O'shalarni shu joyni o'zidan ko'rib borishinglar mumkin bo'ladi akalar mana. Mana ko'ryapsizlar. 34 ta donat kelgan, 57 ta donat kelgan, sonlari polni mana shu joyda belgilangan va yozilgan bo'ladi. Keyin sizlar o'zingizlarga donatni qo'shmoqchi bo'lsanglar, chap tarafda widgetlar degan joyga donat widgetiga o'tasizlar. Va bu joyda o'zingizga kerakli tarzda sozlab olishinglar mumkin bo'ladi. Donat ism rangi, ya'ni donat qilgan odamning ismini mana bu joyda rangini belgilaysizlar, sariq bo'lib turibdi bu. O'zingizlarga xohlagan bir rangni tanlaysizlar. Xohlasanglar bu yerda gif rasmlarni ham qo'shsanglar bo'ladi, muzikani ham qo'shsanglar bo'ladi va summaga qarab nastroyga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni qancha summadan keyin kelishi mumkin, qanaqa kelishi mumkin. Masalan, menda 50 ming so'mda umuman boshqacha rasmlar va boshqacha ovoz bilan keladi akalar. Mana shu joyda. Mana bu yerga summani yozasizlar va rasmlarni hammasini belgilab, mana bu joyda nastroyga qilib, saqlash tugmasini bosib, nastroyga qilib qo'yasizlar. Va mana bu joyda mana stream uchun havola degan joyda silkani ko'chirib olasizlar va OBS ga kirib, plus bosib, browser degan joyda ana mashitga yozib qo'yasizlar mana. Qanaqa iDonatcha deb okey bosasiz va bo'sh yo'lakka boyagi kopiya qilgan narsangizni yozasiz, silkani. Okey bosiladi. Bo'ldi. Bu ham tayyor. Test xabar bosib ko'rsak, ana. Men mana shunday qilib nastroyga qilib qo'yganman akalar. Sizlar ham o'zingizlarga mos qilib, o'zingizlarga yoqadigan qilib nastroyga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni sozlab qo'ysanglar bo'ladi akalar. Ashunaqa. Keyin iDonatda yana plus joylaridan biri stream statistikasi degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda top donaterlarni chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ko'chirib olasizlar. Bunga ham plus yozib, mana bu joydan top deb qo'yamiz. Bo'sh yo'lakka yozamiz, boyagi silkani va okey bosamiz akalar. Ko'ryapsizlar? Mana shu joydan top donaterlar chiqib turadi mana. Mehroj donat qilgan, mana ko'ryapsizlar? Eng ko'p donat qilgan obunachilarimiz ro'yxatlarini mana shu joydan saqlab ekranga chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham bir plus qanaqadir tarzda. Bu kerak bo'lsa, albatta kimgadir kerak bo'lsa, mana shu narsadan foydalanib, buni ham chiqarib qo'yishi mumkin akalar. Ashunaqa. Ha. Keyin chap tarafda pul yig'ish degan joyga kiradigan bo'lsak, akalar bu widget bu ham saqlash bo'lsa, masalan qaranglar. Sizlar pul yig'moqchisizlar. O'sha pulni ekranga chiqarib qo'ymoqchisizlar. Qancha yig'ildi, qancha yig'ilganini ham ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Masalan, Cobalt uchun deymiz. Birinchi nomi Cobalt uchun ko'zlangan summa, qancha summa yig'moqchisizlar. Mana bu joyda yig'ilgan summa avtomatik tarzda chiqib turadi akalar. Buni o'zingizlar yozmaysizlar. Saqlash bosiladi. Bo'ldi. Всё. Va buni widgetini qaysidir joydan topish mumkin bo'ladi. Bu opasi jillani widgeti qayerda endi buni? Mana bu joydan shekilli. Oylik top. Yo'q. Bu yerda emas, mana shu yerda bo'lishi kerak edi. Yoqish. Mana yoqishni bosgandan keyin chiqar ekan, mana ko'ryapsizlar. Buni ham mana bu joyga yozib okey bosamiz. Mayli nimadir yozib qo'ysa bo'ladi. Okey bosamiz. И всё mana. Ko'ryapsizlar?
chiroyli bo'lib chiqib turadi. Qaysidir joyiga qo'yib o'zingizlar sozlab olishinglar mumkin bo'ladi akalar. Xo'p. Yana bir narsa, akalar, iDonatdan ro'yxatdan o'tishingiz uchun siz multikartdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ha, akalar, afsuski shunaqa. Multikartdan qanaqa qilib o'tamiz ro'yxatdan desanglar, App Store yoki Play Marketdan multikart ilovasini ko'chirib olasizlar akalar. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana multikart deb yozib qo'yibdi, e'tibor beringlar. M bilan mana chekkada. Ko'rinay apasi jilli mana. Xullas ko'rdinglar, mana shu multikart shu akalar. Mana shu multikartni ro'yxatdan o'tishinglar kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib rasmiylarni so'raydi, pasport IDlarni so'raydi. O'sha narsalarni to'liq taqdim etganinglardan keyin multikart ilovasi chiqib keladi akalar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyin multikart ilovasini iDonatga ulab ishni boshlashinglar mumkin bo'ladi. iDonatga qanaqa ulanadi u qayerga deydigan bo'lsanglar akalar, iDonatni o'zida texpoddershka mavjud. Texpoddershka. Mana ro'yxatdan o'tish paytida mana yozib qo'yibdi. Murojaat uchun Telegram iDonat admin, email info@idonat.uz. Mana shularni ikkalasidan bittasiga yozib, to'liq ma'lumotni olishinglar mumkin bo'ladi akalar. Menimcha normalniy ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Albatta agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanallarimizga obuna bo'lib, videocha haqida o'z fikringizni, savolingiz bo'lsa, savolingizni yozib qoldirishni unutmanglar akalar. Ashnaqa. Sizlar bilan har doimgidek Fezod kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.